Savol bor, ikkita yaxshi savol bor hozir. Aka, men bitta narsada hozir faqat kesish haqida gaplashyapmiz, lekin men hali strategik qarorim bermadim. Ya'ni bu yil bu bog'da qanaqa hosil bor o'zi? Taroziga qo'yaylik. O'tgan yil ko'p borgandirsiz balki. Bu yil o'zi kam olsangiz, men chiroyli shakl qilib berishim sizga foydali emasdir. Shu daraxtingiz xunuk qolgani yaxshi-yu, lekin hosil olganingiz yaxshidir balki oxirida degan gaplar ham bor-da. Hozir maqsad pul daromad topish bog'da. Siz faqat kesish haqida gaplashganimiz uchun men bu narsani shunda unutdim-da, kesib olman faqat. Bo'ldi. Idealni shu 106 ni qanaqa kesgan bo'lasiz, shunaqa kesib olman. Lekin hali taroziga, moliyaviy taroziga qo'ymadim hali men. Qarang, Mansur aka, o'sha ideal holatda to'g'ri kesish deganda biz hosil ham olishimiz kerak-ku. Mana hosil olmaydigan bo'lsa idealni kesishda. Mana bu zo'r gap. Bu zo'r, mana Komil aka. Yo, bu mana bu qarang, mana izohi bor, men aytaman. Agar boshidan to'g'ri kelganimizda, har yili olinchi shart bo'lgan shoxlarni olganimizda va olma bu mevani siyratganimizda kimyoviy qo'lda va bu yil biz o'tirmaslik, bu solkashlik bo'ladi, o'tgan yil ko'p olib qo'yganmiz, bu yil kam berib qolish deb o'y bo'lmasdi bizda, to'g'rimi? Hammasi joyida bo'ladi. Gulkurta keragidan oshuv bo'lardi-da. Keyin men ham idealni ham kesib berardim. Ham gulkurta shundoq ham ko'p qolib ketardi. Shuni maza qilib kesganingizdan keyin ham baribir dori ham separdingiz. Baribir qo'lda ham kirardingiz. Endi 2-3 yil qaysidir ishlarni xato qildingiz, meva ko'p qo'yib qo'ydingiz yoki olinishi kerak bo'lgan shoxlarni qoldirganingizdan keyin to'g'irlash mevani hisobiga bo'ladi. Faqat bu yerda savol bo'ladi. O'rtoq, keyin bittada to'g'irlab beraman, sen 70% mevani yo'qotasan. O'rtoq, keyin men sekin to'g'irlab beraman, 20% yo'qotasan. Yoki sen hammasini olib qolmoqchi bo'lsang, senga men yordam bera olmayman, o'zing kesa qolasiz. Lekin bu kesayotgan daraxtimizda kerakli darajada hosil shox bor-da. Yomon emas, bunda yomon emas. Siz aytgan narsa bizda hosil shox kam bo'lib, problema bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha savolni qo'yamiz bog'dorchiga. Ya'ni men buni majburman shunaqa kesishga, chunki senda hosil olmaysan bir yilda. Chunki bizda hozir yetarlicha bunda shox. Siz bu daraxt ko'ryapsiz, men shu aylanib chiqqanim uchun menda boshqacharoq. Shu daraxt bo'yicha gaplashyapman. Ya'ni xuddi shunaqa holat. Agar butun bog' shunaqa bo'lganda, men hozir bu mavzuni ko'tarmasdim. Ya'ni yaxshi bu, mamda yetarli meva bor. Hozir bitta hisoblasangiz ham bu daraxtda bir 80 ta 100 ta meva chiqadi bemalol. Endi bu yoshiga kam bo'lishi mumkin. Misol uchun 100 ta bo'lsa 200 grammdan 20 kilo bo'ladimi? 20 kilo bu 800-900 ta daraxt bor. 20 kilo bo'lsa 20 tonnaga yetmay qoladi, to'g'rimi? 18 tonna bo'ladi. 8 yoshiga kam. 8 yoshda bu juda ham kam. 2 barobar siz bo'ladi. Bu O'zbekiston sharoitiga 2 barobar kam. To'g'ri aka.